Chet elda pasportingizni yo'qotib qo'ysangiz nima qilish kerak? O'zbekistonlik sayyohlar uchun qo'llanma. Sayohat vaqtida pasportingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Noxush xabar, ammo buni hal qilsa bo'ladi. Tushkunlikka tushmang. Pasportsiz uyingizga qaytib keta olmaysiz. Bunday vaziyatda sizga nima qilish kerakligini hozir aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Oldindan qanday tayyorgarlik ko'rish mumkin? Hech kim pasportini yo'qotib qo'yishni xohlamaydi, lekin bunga tayyor turish kerak. Ayniqsa ko'p sayohat qilayotgan insonlar uchun bu albatta kerak. Xorijga chiqish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar. Bunda xorijga chiqish pasporti, ID karta, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta polisi, viza. Ularning hammasini nusxalab oling yoki telefoningizga rasm tushirib oling. Hujjatlaringizni bulutli saqlash xizmatiga yoki flash kartaga saqlab qo'ying. O'zingiz bilan ID karta olib yuring. Agarda pasportingizni yo'qotib qo'ysangiz, elchixonada shaxsingizni tasdiqlash uchun ID karta yordam beradi. Barcha hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib yurmang. Sayohatga yoki bozorga chiqayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni mehmonxona seyfida qoldiring. Xo'p, pasportingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Vahimaga tushmang. Qanchalik to'g'ri, aniq harakat qilsangiz, shunchalik muammo tez hal bo'ladi. Birinchi o'rinda politsiyaga murojaat qiling. Yo'qolganlik haqida to'g'risida ariza yozish majburiydir. Keyin esa politsiya sizga elchixonada kerak bo'ladigan ma'lumotnoma beradi. Ikkinchi o'rinda elchixonaga boring. Elchixona odatda poytaxtda joylashgan bo'ladi. Shuning uchun, agar elchixonadan uzoqda bo'lsangiz, taksida yoki avtobusda borishingizga to'g'ri keladi. Chunki pasportsiz samolyotga bilet sotib ola olmaysiz. Elchixonadan qaytish guvohnomasini olishingiz mumkin. Bunga kerak bo'ladigan hujjatlar: politsiyadan ma'lumotnoma, 3,5 ga 4,5 foto, ID karta yoki unga tenglashtirilgan notarial tasdiqlangan hujjat. Ushbu hujjat 14 kun davomida amal qiladi. 14 kun ichida yurtingizga qaytishingiz mumkin, lekin u hujjat bilan boshqa davlatga bora olmaysiz. Shuni unutmang. Xo'sh, endi O'zbekistonga kelgandan keyin nima qilish kerak? Chet el politsiyasi sizga bergan ma'lumotnomani tashlab yubormang. U yangi pasport olishingiz uchun kerak bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda Davlat xizmatlari markaziga yoki pasport bo'limiga boring. Agarda pasportingiz o'g'irlangan bo'lsa, uni tiklash uchun 3 oygacha vaqt ketishi mumkin. Agar pasportingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, uni tezroq rasmiylashtirishingiz mumkin. Bunday vaziyatda oldindan nima qilish kerakligini bilib qo'ygan yaxshi. Chunki sayohatingiz stressga aylanib ketmaydi. Eng muhimi, o'z hujjatlaringizga e'tibor bo'ling. Hammaga rahmat.